Dardarmanı nait asilib, gamben somen qo'rg'il bulamdi. Undaq bo'lsa, videoning oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Avval qalgushi yoki qo'y go'shtini nippiz holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Undan keyin sinjang, samsaq, so'm piyozlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha uzunchaq siralatni qilib to'g'rab olamiz. Ko'rib mushakkapsizlar, do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni chiqarib berish uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkasrangachi qaqsiz gullarni avatib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil darsimizga tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Xamir jug'urishni eg'ir ko'rsangiz, tayyajizini akirib lamlag'man tatqandek tatib, buni kalt kesib, qozonga silib, qaynatib pishirib olamiz. Cho'pni pishirib elib olgandan keyin sovuq suvda bir shalib etamiz. Buni qilishimiz sabab cho'p chaplashib qolmaydi. Undan keyin qozonga ozroq moy qo'yib, go'shtni silib sarg'aygacha qo'rib olamiz. Go'shtni chuqum yaxshi pishirib elib olishimiz kerak. Undan keyin buning tam xurishlaridan ozroq tuz, ozroq kava uchun un silib, mushallatda qo'rib pishirib olamiz. Endi buningga sinjang, samsaq, so'ng piyoz, chanavagan lozimizdimi bir qo'shiq silib etamiz. Undan keyin achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar qurtilgan lozimmi bir siqim silib olsanglar bo'ldi. Ta'mini cho'ng taom saraylardagi mush gamben somenning ta'midek chiqarsam bo'ldi deydiganlar. Mushu cho'ng ustamningki gamben somen tutqisdan sevatsanglar ajoyib o'xshaydi. Cho'ng ustamning cho'ngligiga boshpatdagi do'konimga isib qo'ydim. Lozimlar ashadan